Dunyodagi eng mushkul ish nima deb o'ylaysiz? Dunyodagi judayam mushkul ish bu insonlarni bir-biri bilan chiqishishi. İnsanlarni bir-biri bilan hayotda yonma-yon birga yashash, muomala qilishi, bir-birini tushunishi, bir-birini kechirishi, xato va kamchiliklariga qaramasdan ich-ichidan yomonlik tilamasligi. Bir so'z bilan aytganda, shu inson bilan munosabat qilishi dunyodagi eng og'ir mushkul vazifadir. Agar inson yaxshi munosabat qilishni bilsa, bitta so'z bilan uni boy inson deb ataymiz. Munosabatlari yaxshi insonlar ko'p narsaga erishgan bo'lishadi. Ularning oilasi farovon, pullari yetarli, sog'ligi, sihhati joyida va ichki halovati bo'ladi. Ichki halovat, pul imkoniyati, oilaning tinchligi, mazza qilib kulishning tagida ana shu insonni boshqalar bilan chiqisha olishi yotadi.